Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 14 fevral shaxsiy ziyorati bilan Yaponiyaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandim tunji ziyoratini 2 dunyo urushida atom bombasi tashlangan ve 200 mingdan ortiq inson o'lgan Yaponiyaning Hiroshima shahriga qildi. Ziyorati jarayonida o'zining X hisobida bu vaqtda to'xtalgan Dolqin Ayso apandi bu tragediyalik voqeada hayotidan ayrilgan insonlarga hisdoshlik bildirish bilan birga 1964-yildan beri Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda 46 qatimdan ortiq atom bombasini qilish orqali necha yuz minglagan qarindoshlarimizning o'lishiga ve sanoqsiz sabiy bolalarimizning meyip bo'lib qolishiga sababchi bo'lganligini eslatib, bu qabihlikni mangu unutmaydiganligini bildirdi. Yaponiya ziyoratida yana Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmadjon Litip ve Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri ve Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Mehmet apandilar bilan birga ko'rishgan Dolqin Ayso apandi ularga 2023-yil ichilgan xalqaro Uyg'ur munbiri uchun ko'rsatgan hamkorligi va mehmondostligiga minnatdorligini bildirish bilan birga Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'ur qarindishimiz haqida muhim suhbat va ko'rishishlarda bo'ldi. Ko'rishmadan keyin parlament binosi oldidan naq maydondan ziyoratimizni qabul qilgan Dolqin Ayso apandim ko'rishma va Yaponiya ziyorati haqida qisqacha to'xtalib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga biz Yaponiya parlamentining oldidan bu hozirgi parlamentda bo'lib chiqqan yig'inimiz haqida qisqacha bir uchur berishni uygun ko'rdik. Men Tayvan ziyoratimning oldida Yaponiyada shaxsiy bir ziyoratga bu yerdagi burun biz ishlab kelgan do'stlarimizga, jumladan Yaponiya Uyg'ur jamiyatini lekin do'stlarimiz bilan bir uchrashib o'tib ketish planidan kelgan, ammo bu yerga kelgandan keyin uzun yillardan buyon Uyg'ur davası ko'ngil bo'lgan Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhidagi do'stlarimizni bir ziyorat qilish, ularga hozirgacha ben Dünya Qurultiyining reis bo'lib xizmat qilgan vaqtlarimda bo'lsin va undan keyingi vaqtlarda bo'lsin Uyg'ur davası ko'ngil bo'lgan konu Yaponiya parlament a'zolarining Suriya boshliq do'stlarimiz rahmat etish bilan bir ziyoratda bo'ldik. Bu yerdagi ziyoratimiz jarayonida yaqinda Taylanddagi qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarilishining oldini olish, uni qutqizib qolish uchun bu Yaponiyadagi Uyg'ur do'stlik guruhining qilgan xizmatlari haqida bizga ma'lumot berdi. Biz ularga rahmatlarimizni bildirdik. Haqiqatan ko'p xizmatlarni qildi va 2023-yil 10-oyda Uyg'ur xalqaro Uyg'ur munbirining sohibxonligini qilganligi munosabati bilan alohida rahmat etdik va 8 navbatlik qurultiyimizning ro'yini yetkizdik. Uyada uchirgan qiyinchiliklarni va demokratik saylan bilan Dunyo Qurultiyining yangi bir rahbarlik heyetini saylab chiqqanligini, yangi rahbarlarimizning men salimini yetkizgan bo'ldik. Nayt do'stona, nayt güzel bir suhbatimiz bo'ldi. Yana bir qatim bularga bo'lgan rahmatni isbotlash orqali Uyg'ur davosiga bo'lgan qo'llashlarni davomlashtirishga bo'lgan arzu istaklarimizni o'tirib qo'ydik. 17 fevral boshlangan Janva kishilik huquq va demokratiya munbirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi o'tirib qo'yilib, dunyoning diqqatini navbatda davom qilayotgan zulm va qirg'inchilikqa qaratishga chaqiriq qilindi. Ichilish nutqida so'z qilgan munbar direktori, dongliq advokat va siyosatchi Helnoya so'zida, bu munbar eng vahshiy hukumatlarning insoniyatning erkinlik irodasini yo'qotolmaydiganligidek jonliq paketlarning bir yerga jamlanishidir. Bugun bu yerda sukutga o'rin yo'q. Faqat haqiqiy jasorat va zulmga qarshi tik turish mavjud degan. Janva kishilik huquq va demokratiya munbiri har yili dunyo siyosatining markazi bo'lgan Janva shahrida o'tkaziladigan bir munbar bo'lib, bu munbarning maqsadi dunyo miqyosidagi zulmga uchrag'uvchilarning ovozi bo'lish, kishilik huquq va demokratiya uchun kurash qilayotgan shaxslarning ovozini dunyoga anglatish uchun sahna bilan ta'minlash bo'lib kelmoqda. Ular ana shu yo'sinda BDTda ovozini anglatolmaganlar uchun sahna hozirlab berish va dunyoning diqqatini davlatlarning zo'ravonligi, jaholat, zulm va qirg'inchilikqa qaratishni maqsad qiladi. Bu qatimqi munbarga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili va markaziy Londondagi Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish tashkilotining direktori Rayma Mahmud xonim qatnashgan bo'lib, munbarning 17 fevraldagi ichilish nutqida ayrim so'z qilgan. U so'zida tarix shuni isbotladiki, hech bir diktatorlik o'ziga qarshi kurashni davom qilgan va umidini yo'qotmagan xalqni yo'qotib etolmaydi. Biz bu kurashni davom qilamiz. Bu diktatorlikni yolg'iz yengolmasligimiz mumkin. Shunga erkin dunyoning biz bilan bir safda turishiga ehtiyojimiz bor degan.
Мәзкур munbarning 18 fevral tushdan burunqi yig'inida Xitoy demokratlaridan Taymis Wang o'zining shaxsiy kechirmishlariga birlashtirgan holda nutq so'zlagan. Rayma Mahmud xonim Uyg'ur irqi qirg'inchiligining kelib chiqishi va Xitoyning yaqinqi yillardagi bostirish siyosatlari, shundaqla o'zining g'ulji qirg'inchiligiga shohid bo'lganligi va siyosiy faoliyatchi bo'lib da'vosiga qo'shilish jarayoni haqida ma'lumot bergan. U bu haqda qilgan so'zida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish yolg'iz Uyg'urlarning emas, balki bütün demokratik ve adaletperver devletlerinin mecburiyeti ekanligini alayda eskertgan. Onun sözü tügüş bilenla bütün zalni güldiras alqış sadalar qaplagan. Bu qatımqı Cenve Kişilik Hukuk ve Demokratiya munbirde Uyg'urlardan Rayma Mahmud xonim Xitoyning turmisidan qutulgandan keyin 10 kun bo'yicha tog'davan eshib Hindistondagi Dharamsalaga ulashgan va u yerdan Yevropaga yetib kelgan Tibet qizi Namki, Hongkongliklardan Sebastian Ley, Rossiyalik danlıq yazğıcı ve tarixçi Vladimir Kara-Murza, İran Pəhləvi xanedonligining sürgündəki vəliəhdisi Riza Pəhləvi qatarlıqlardan başqa yana Afg'oniston, Belorussiya, Vyetnam, Venezuela qatarlıq dövlətlərinin sürgündəki ministr və diplomatlari, shuningdek dunyoga danlıq shaxmat chempioni Kasparov qatnashgan. Yılda bir çağırıldığan bu munbarning Dünya Uyghur Qurultayı teşkillegüç organlardan biri bo'lib, hozirgacha bu munbarga Uyg'urlardan Dolqin Aysa, Zumratay Erkin, Royshan Abbas, Qalbinur Sidiq, Abdulhakim Idris, Abduali Ayub qatorliqlar qatnashib, dunyo jamoatchiligiga Uyg'ur xalqining real ahvoli haqida guvohlik bergan edi. 16 fevral Shvetsiya Uyg'ur birligi saylami o'tkazib, birlikning bu navbatlik rais va hay'at a'zolarini saylab chiqqan. Shvetsiya Uyg'ur birligi 2022 yildan beri Shvetsiyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayı tarkibidagi tashkilot bo'lib, Stokgolmning Tenista rayonida o'tkazilgan saylamga Abdumajid apandi riyosatchilik qilgan. Yurtchonlardan Faruq apandi, Abdushukur Qumtir apandi qatorliqlar nazoratchilik qilgan. Saylam demokratik shaklda o'tkazilib, boshda 3 yillik xizmatlar xulosalab chiqilib, birlik a'zolariga 3 yillik moliya doklati berilgan. Shundaqla nomzodlar o'zlarining planlarini o'ttirib qo'yib, navbatlik saylamdan keyingi birlik hay'atlariga o'zlarining talab fikrlarini sungan. Bu navbatlik saylamda Baxtinur xonim ko'p sonliq ovoz bilan birlikning qayta raisligiga saylangan. Oxirida jamoat arbobi Faruq apandi bilan yozuvchi shoir Abdushukur Qumtir apandi o'zlarining tajribalari va his qilganlarini jamoat bilan o'rtoqlashgan. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyr xoş.